Agar telefoningizda begona ilova, siz tushunmaydigan SMS, nomingizga ochilgan elektron hamyon yoki siz ruxsat bermagan kredit arizasi bo'lsa, pensiya pulingiz xavf ostida qolishi mumkin. Men bugun sizga qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun gapiryapman. Hozir firibgarlar odamning uyiga kelmasdan, hujjatini qo'liga olmasdan ham telefon orqali pensiya kartasiga, bank hisobiga, hatto nomiga rasmiylashtirgan qarzlarga aralashib qo'ymoqda. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar uchun, balki ularning farzandlari, nabiralari va yaqinlari uchun ham juda muhim. Videoni hoziroq oxirigacha ko'ring, kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bitta ogohlantirish kimningdir pensiya pulini saqlab qolishi mumkin. Avvallari pensiya masalasi ancha sodda edi. Odam pensiyasini pochta orqali olardi yoki bank kassasiga borib, shaxsini tasdiqlab pulini yechib olardi. Har bir jarayonda tirik odam bilan yuzma-yuz gaplashish bor edi. Pochtachi, bank xodimi, mahalla vakili yoki pensiya jamg'armasi mutaxassisi. Albatta, o'sha paytda ham muammolar bo'lgan. Lekin telefon orqali bir necha daqiqada katta zarar yetkazish imkoniyati hozirgidek keng emas edi. Hozir esa ko'p narsa raqamli bo'lib ketdi. Pensiya bank kartasiga tushadi, bank ilovalari orqali pul o'tkaziladi. SMS kodlar bilan tasdiqlanadi. Davlat xizmatlari ham elektron shaklda ko'rsatiladi. Bu qulay, lekin qulaylik bilan birga xavf ham keldi. Telefon endi oddiy aloqa vositasi emas. Telefon ichida bank kartangizga bog'langan raqam, SMS kodlaringiz, pasport ma'lumotlaringizning rasmlari, bank ilovalari, davlat xizmatlari ilovalari, qarindoshlaringiz bilan yozishmalar, ba'zida esa elektron imzo yoki shaxsni tasdiqlashga yetadigan ma'lumotlar turadi. Men ko'p odamlar bilan gaplashganimda bitta xatoni ko'raman. Ular mening telefonimda hech narsa yo'q, men faqat qo'ng'iroq qilaman deb o'ylaydi. Lekin telefon raqami bank kartaga ulangan bo'lsa, sizga SMS kod kelsa, siz Telegram yoki boshqa messenjerda hujjat rasmini yuborgan bo'lsangiz, telefon allaqachon moliyaviy xavfsizlik markaziga aylangan bo'ladi. Ayniqsa pensiya bank kartasiga tushadigan bo'lsa, firibgarlar aynan shu zaif joyini qidiradi. Eng xavfli holat shuki, firibgarlar odamni aldab telefoniga masofadan boshqarish ilovasini o'rnatishga majbur qiladi. Masalan, bank xavfsizlik bo'limidanman. Pensiyangiz qayta hisoblanadi. Kompensatsiya chiqdi. Plastik kartangiz blok bo'lib qolmasligi uchun tekshiramiz deb qo'ng'iroq qiladi. Keyin AnyDesk, TeamViewer, RusDesk yoki shunga o'xshash masofaviy kirish ilovasini o'rnating deydi. Odam o'rnatadi, kodni aytadi, firibgar esa telefon ekranini ko'rib turadi. Shundan keyin SMS kodni ham ko'radi, bank ilovasiga kiradi. Pulni boshqa kartaga o'tkazadi yoki nomingizga kredit rasmiylashtirishga urinadi. Birinchi navbatda pensiyasini bank kartasi orqali oladigan odamlar xavf ostida. Chunki kartaga har oy pul tushadi. Firibgarlar esa bu pul qaysi kuni tushishini bilishga harakat qiladi. Masalan, odamning pensiyasi 1.200 ming so'm bo'lsa, har oy shu pul tushgan kuni bankdanman degan qo'ng'iroq bo'lishi mumkin. Firibgarlar kartangizga shubhali kirish bo'ldi, pulingizni himoya qilamiz deydi. Aslida esa pulni himoya qilmaydi, o'z kartasiga o'tkazadi. Ikkinchi xavfli guruh telefonida bank ilovasi bor, lekin parolni oddiy qo'ygan odamlar. Masalan, tug'ilgan yil 1234 telefon raqamining oxirgi 4 ta raqami. Agar telefon yo'qolsa yoki begona odam qo'liga tushsa, bunday parollarni topish qiyin emas. Ba'zi odamlar parolni qog'ozga yozib telefon g'ilofining ichiga solib qo'yadi. Bu juda katta xato. Telefon va parol bir joyda tursa, bu kalit bilan seyfni birga qoldirishga o'xshaydi. Uchinchi xavf. Telefonda hujjatlar rasmini saqlaydiganlar. Pasport, ID, karta, plastik karta oldorga rasmi, bank shartnomasi, pensiya daftarchasi, estir yoki JSashir raqami, kadastr hujjatlari. Men tushunaman. Ba'zida hujjat rasmini yuborish kerak bo'ladi. Lekin ularni telefon xotirasida, Telegram saqlangan xabarlarda yoki oddiy galereyada yillar davomida qoldirish xavfli. Telefon buzilsa, yo'qolsa yoki akkaunti buzilsa, bu ma'lumotlardan firibgarlik uchun foydalanishlari mumkin. 4-xavf. Nomida SIM karta ko'p bo'lganlar. Ba'zan odam o'zi bilmagan holda nomiga bir nechta SIM karta rasmiylashtirilganini bilmaydi. Agar firibgar sizning nomingizga olingan raqamdan foydalansa, keyin muammo chiqqanda ish sizga kelishi mumkin. Shuning uchun operator ofisiga borib yoki rasmiy xizmatlar orqali nomingizda nechta raqam borligini tekshirdirish muhim. Ayniqsa pensionerlar ko'pincha nabiram olib bergan, sotuvchi o'zi rasmiylashtirib bergan.
eski raqamim yo'q qolgan deb yuradi. Har bir raqam moliyaviy xavfsizlik uchun alohida mas'uliyat. 5-xavf qarindoshlar telefondan foydalanish. Masalan, ona pensiya kartasini o'g'liga bergan. SMS kodi keladigan raqam esa kelinning telefonida. Yoki bobo bank ilovasini nabirasining telefoniga o'rnatgan, chunki o'zi tushunmaydi. Bu holatda hamma bir-biriga ishongani yaxshi, lekin muammo chiqsa, kim nima qilganini isbotlash qiyin bo'ladi. Men ko'p marta ko'rganman. Oilada kelishmovchilik chiqadi, karta yo'qoladi, pul yechiladi. Keyin men olmaganman degan tortishuv boshlanadi. Agar siz telefoningizga faqat rasmiy ilovalarni o'rnatsangiz, bank kodlarini hech kimga aytmasangiz, begona linklarga kirmasangiz, masofadan boshqarish ilovalarini ishlatmasangiz, kartangiz PIN kodini alohida saqlasangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin umuman xavf yo'q deb bo'lmaydi. Chunki bugun xavfsizlik bu bir martalik ish emas, doimiy odat. Masalan, pensioner odamda bank ilovasi bo'lmasligi mumkin, lekin uning pensiya kartasi bor. Kartaga ulangan telefon raqami bor, SMS keladi. Demak, firibgar kodni so'rab bo'lsa, muammo yuzaga kelishi mumkin. Yoki bank ilovasi farzandining telefonida bo'lishi mumkin. Bu ham nazorat talab qiladi. Shuning uchun men telefonim oddiy, menga tegishmaydi degan fikrni noto'g'ri deb hisoblayman. Birinchi misol, 6 yoshli ayolga qo'ng'iroq bo'ladi. Sizga pensiyaga qo'shimcha 600 ming so'm kompensatsiya chiqdi. Kartangizga tushirish uchun SMS kodini ayting deyishadi. Ayol ishonadi. Chunki oxirgi paytda ijtimoiy yordam, kompensatsiya, qayta hisob-kitob haqida ko'p gaplar eshitgan. Telefoniga kelgan kodni aytadi. Undan daqiqadan keyin kartasidagi 1 million 3,5 million so'm boshqa kartaga o'tib ketadi. Banka borganda kodni o'zingiz bergansiz degan javobni eshitadi. Bu yerda asosiy xato. SMS kodni hech kimga aytmaslik kerak edi. Bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi ham, soliqchi ham telefon orqali kod so'ramaydi. Ikkinchi misol. 72 yoshli erkakning telefoniga kartangiz bloklanadi degan SMS keladi va ichida link bo'ladi. U linkka kiradi, bankka o'xshash sahifa ochiladi. Karta raqamini, amal qilish muddatini, SMS kodni kiritadi. Sahifa chiroyli, bank logotipi bor. Hammasi haqiqiydek ko'rinadi. Natijada pensiya tushgan kuni pul yechiladi. Bunday saytlar soxta bo'ladi. Ular bankning rasmiy sayti emas, firibgarlar yasagan nusxa. Rasmiy bank ilovasini faqat App Store yoki Google Play orqali yuklash kerak. Link orqali karta ma'lumotlarini kiritmaslik kerak. Uchinchi misol. Bir pensioner otaxon, telefoningizga yordam dasturi o'rnatamiz. Shunda pensiya holatini ko'rasiz degan gapga ishonadi. Unga masofaviy boshqaruv ilovasi o'rnatishadi. Firibgar telefon ekranini to'lib ko'radi. Bank ilovasiga kirganda SMS kod ham ekranda chiqadi. 2000 ming so'm pensiya va jamg'arib qo'yilgan yana 3000 ming so'm bir necha bo'lak qilib o'tkazib yuboriladi. Bunday holatda odam faqat pulini emas, xotirjamligini ham yo'qotadi. Chunki keyin bank, militsiya, ariza, dalil tekshiruv bilan yuguradi. 4-misol. Odam telefonida ID karta rasmini, plastik karta rasmini va bir nechta SMS'larni saqlab yurgan. Telefonni bozorda yo'qotgan. Telefon parolsiz bo'lgan. Topgan odam galeriyadan hujjatlarni ko'rgan, Telegram akkauntiga kirgan, qarindoshlariga tez pul kerak deb yozgan. Ba'zi qarindoshlar ishonib pul o'tkazgan. Bu yerda pensiya bevosita yechilmagan bo'lsa ham, telefon orqali moliyaviy zarar yetgan. Demak, xavf faqat bank ilovasida emas, butun telefon ichidagi ma'lumotlarda. 5-misol. Ayol pensiya kartasini o'g'liga bergan. Har oy pul tushsa yechib olib kelasan degan. Bir necha oy o'tib, kartadan faqat pensiya emas, bank krediti to'lovlari ham ushlanayotganini bilgan. Ma'lum bo'lishicha, telefon raqami va karta ma'lumotlari bilan onlayn qarz olingan. Kim olgani, qachon tasdiqlangani, kod kimga kelgani bo'yicha tortishuv boshlangan. Men bunday vaziyatlarda har doim aytaman, kartani boshqaga berish. SMS kodni boshqaga topshirish, telefonni nazoratsiz qoldirish keyinchalik juda murakkab muammo tug'diradi. Bu yerda bir narsani aniq tushuntiraman. Hech kim sizning telefoningizda biror ilova bo'ligi uchun avtomatik ravishda pensiyangiz bekor qilindi deb qo'ymaydi. Pensiya qonuniy huquq. Lekin telefoningiz orqali pulingiz yechib olinishi, kartangiz bloklanishi, hisobingizga ijro hujjati tushishi, nomingizga qarz rasmiylashtirilishi yoki bank avtomatik yechim qilishi mumkin. Odamlar buni oddiy tilda pensiyamni olib qo'yishdi deb aytadi. Masalan, agar siz nomingizga onlayn kredit rasmiylashtirishga o'zingiz bilmagan holda sharoit yaratib qo'ysangiz, keyin qarz qaytmasa,
sud yoki ijro organlari orqali hisoblaringizga cheklov qo'yilishi mumkin. Ayrim hollarda kartaga tushgan pulning ma'lum qismi qarz uchun ushlab qo'linadi. Bu ham odam uchun pensiyani yo'qotgandek ko'rinadi. Shuning uchun telefon xavfsizligi faqat bugungi pensiya emas, ertangi moliyaviy erkinlikni ham himoya qiladi. Yana bir nozik jihat bor, davlat organlari, banklar va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar siz bilan bog'lanishi mumkin. Lekin ular SMS kodini, bankata PIN kodini, ilova parolini, masofadan kirish kodini so'ramaydi. Agar kimdir men rasmiy xodimman deb turib kod so'rasa, shu zot shubhalaning. Haqiqiy xodim sizni rasmiy ofisga, bank filialiga yoki rasmiy ilovaga yo'naltiradi. Lekin telefon orqali maxfiy kodni ayttirmaydi. Ba'zi odamlar men faqat ishonchli odamga kod aytdim deydi. Bu ham xavfli, chunki kod shaxsiy imzo kabi ishlaydi. Siz kodni aytsangiz, tizim egasi o'zi tasdiqladi deb qabul qiladi. Keyin men aldanib qoldim deyish mumkin, lekin pulni qaytarish oson bo'lmaydi. Bank va huquqni muhofaza qiluvchi organlar tekshiradi. Ammo firibgarlar ko'pincha pulni tezda boshqa hisobga o'tkazib naqdlashtirib izni yo'qotadi. Yana bir tuzoq, sizga yordam beraman degan tanishlar. Albatta, farzand, nabira, qo'shni yordam berishi mumkin. Lekin yordam berayotgan odam telefoningizga nima o'rnatayotganini, qaysi parolni bilib olayotganini, karta ma'lumotini qayerga kiritayotganini nazorat qiling. Men tushunmayman, o'zing qilaver deyish juda xavfli. Tushunmasangiz ham yoningizda o'tirib nima qilinayotganini so'rang. Bu uyat emas, bu pulingizni himoya qilish. Masofaviy boshqaruv ilovalari ham o'z-o'zidan yomon emas. Ular texnik yordam uchun ishlatiladi. Lekin oddiy pensionerning telefonida bunday ilova kerak bo'lmasa, uni o'chirib tashlash kerak. Agar telefoningizda AnyDesk, TeamViewer, RustDesk, AirDroid, ScreenShare, Remote Support degan nomlarga o'xshash ilovalar turgan bo'lsa va siz nima uchun o'rnatilganini bilmasangiz, darhol tekshiring. O'chirib tashlang yoki ishonchli mutaxassisga ko'rsating. Eng muhimi, bunday ilovalardagi kodni hech kimga aytmang. Soxta davlat xizmati sayfalari ham ko'paygan. Pensiyangiz oshirildi, tekshirish uchun bosing, moddiy yordam olish uchun ro'yxatdan o'ting. Kartangizga 500 ming so'm qaytariladi kabi xabarlar keladi. Ichida link bo'ladi. Link sizni soxta sahifaga olib kiradi. U yerda telefon raqamingiz, karta ma'lumotlari, SMS kod so'raladi. Esda tuting, haqiqiy davlat xizmati rasmiy sayt va rasmiy ilova orqali bo'ladi. Noma'lum Telegram kanaldagi link, SMSdagi qisqa havola yoki begona odam yuborgan sahifa orqali moliyaviy ma'lumot kiritmang. Yana bitta nozik masala. Telefon raqamini almashtirganda eski raqamni bankdan uzmaslik. Ba'zi odamlar raqamini yo'qotadi yoki ishlatmay qo'yadi. Lekin bank kartaga o'sha eski raqam bog'langan bo'ladi. Keyinchalik raqam boshqa odamga berilishi mumkin. Agar bankdagi raqam yangilanmagan bo'lsa, SMS xabarnomalar va tiklash kodlari eski raqamga ketishi xavfi tug'iladi. Shuning uchun raqam almashtirsangiz, bankka borib, pensiya kartangizga ulangan telefon raqamini darhol yangilang. Birinchi qadam, telefoningizdagi ilovalarni tekshiring, sozlamalarga kiring, ilovalar ro'yxatini oching. O'zingiz tanimaydigan, nima uchun kerakligini bilmaydigan ilovalarni ko'ring. Ayniqsa masofadan boshqarish, ekran ulashish, kredit, qarz, elektron hamyon, noma'lum bank ilovalariga e'tibor bering. Agar ilova sizga kerak bo'lmasa, o'chiring. Agar shubhalansangiz, o'zboshimchalik bilan bosib yurmang. Ishonchli bank xodimi yoki rasmiy servis mutaxassisidan so'rang. Ikkinchi qadam, telefon parolini mustahkamlang. Ekran qulfi bo'lmasa, bugunoq qo'ying. 1234, 1000 tug'ilgan yil kabi parollarni ishlatmang. Kamida 6 raqamli. Yaxshisi uzunroq parol qo'ying. Agar telefon barmoq izi yoki yuz orqali ochilsa ham, asosiy kod kuchli bo'lsin. Parolni telefon g'ilofida, daftarning birinchi sahifasida yoki kartaning yonida saqlamang. 3-qadam. Bank kartangizni tekshiring. Bank filialiga boring yoki rasmiy bank ilovasidan ko'ring. Kartaga qaysi telefon raqami ulangan, SMS xabarnoma yo'qilganmi, oxirgi operatsiyalar qanday, noma'lum pul o'tkazmalari bormi? Agar siz tushunmagan yechimlar bo'lsa, darhol bankka yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash yetmaydi. Ariza yozib, nusxasini yoki ro'yxat raqamini oling. 4-qadam, hujjatlar rasmini tozalang. Galereyada pasport, ID karta. Plastik karta, pensiya hujjatlari, bank shartnomasi rasmlari bo'lsa, ularni keraksiz holda saqlamang. Agar saqlash zarur bo'lsa, telefonni kuchli parol bilan himoyalang va bunday rasmlarni messenjerlarda ochiq qoldirmang.
Plastik kartaning orqa tomonidagi CVV kodi, amal qilish muddati, karta raqami barga ko'rinadigan suratlar eng xavfli ma'lumotlardan biridir. 5-qadam, yaqinlaringiz bilan kelishib oling. Oilada bitta qo'yda bo'lsin. Pensiya kartasi kodi, SMS kod, bank ilova paroli hech kimga aytilmaydi. Agar ona yoki ota bank ilovasini ishlata olmasa, farzand yordam bersin, lekin hammasi ochiq va nazoratli bo'lsin. Masalan, pul yechilganda SMS kelishi, har oy operatsiyalar birga tekshirilishi, karta begona qo'lga berilmasligi kerak. 6-qadam, nomingizdagi SIM kartalarni tekshiring. Mobil operator ofisiga pasport yoki ID karta bilan boring va nomingizda nechta raqam borligini so'rang. Siz ishlatmaydigan raqamlar bo'lsa, tartibga keltiring. Eski raqam bank, davlat xizmatlari yoki pensiya kartasiga ulangan bo'lsa, yangilang. Bu oddiy ishdek ko'rinadi, lekin ko'p katta muammolarning oldini oladi. 7-qadam, agar firibgarlik bo'lgan bo'lsa, vaqt yo'qotmang. Darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklang. Keyin bank filialiga borib, shubhali operatsiya bo'yicha ariza yozing. Ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Qo'ng'iroq qilgan raqam, SMS, link pul o'tgan vaqt, karta raqami, skrinshotlar, barcha dalillarni saqlang. Telefonni tozalab tashlashga shoshilmang, chunki dalillar kerak bo'lishi mumkin. Agar telefoningizga masofaviy ilova o'rnatilgan bo'lsa, internetni o'chirib qo'ying va mutaxassisga ko'rsating. 8-qadam, pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilotga murojaat qiling. Agar pensiya to'lovi to'xtagan, kamaygan yoki boshqa hisobga ketgan deb shubhalansangiz, yashash joyingizdagi mas'ul bo'limga boring. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya hujjatlari, bank karta ma'lumotlari, bankdan olingan ko'chirma, ariza nusxalarini olib boring. Telefon orqali aytishdi bilan cheklanmasdan rasmiy yozma javob so'rang. Yozma javob keyingi himoya uchun muhim. 9-qadam, bank hisobingizga cheklov tushganmi, qarz bormi, ijro hujjati bormi tekshiring. Ba'zan odam pensiyamni bank olib qo'ydi deydi. Aslida esa eski qarz, aliment, sud qarori yoki ijro ishi bo'lishi mumkin. Buni aniqlamasdan turib muammo hal bo'lmaydi. Bankdan nima sabab bilan ushlab qolinganini yozma so'rang. Agar nomingizga siz bilmagan kredit rasmiylashtirilgan bo'lsa, darhol e'tiroz bildiring va huquqiy tartibda murojaat qiling. Men sizga eng asosiy qoidalarni alohida ta'kidlayman. SMS kodni hech kimga aytmang. Bank kartaning orqa tomonidagi 3 raqamni hech kimga yubormang. Begona linkka karta ma'lumotini kiritmang. Telefoningizga kimdir aytgani uchun ilova o'rnatmang. Pul tushadi, pensiya oshadi, kartangiz bloklanadi. Kompensatsiya bor degan gaplarni eshitsangiz, avval rasmiy manbadan tekshiring. Qo'ng'iroq qilgan odam shoshiltirsa, qo'rqitsa, hozir aytmasangiz pulingiz ketadi desa, bu firibgarning eng katta belgisi. Agar haqiqiy bank yoki davlat xizmati bo'lsa, sizga vaqt beradi, rasmiy ofisga taklif qiladi, hujjat bilan ishlaydi, maxfiy kod so'ramaydi. Firibgar esa shoshiradi, vahima qiladi, sir saqlashni so'raydi, hech kimga aytmang deydi. Aynan shu joyda telefonni qo'yish kerak. Uyalish kerak emas. Men bankka o'zim borib aniqlayman deb qo'ying. Haqiqiy xodim bundan ranjimaydi, firibgar esa asabiylashadi. Bugungi gapning mazmuni bitta. Telefoningizda begona ilova, xavfli link, himoyasiz bank ilovasi, ochiq hujjat rasmlari yoki siz bilmagan raqam va hisoblar bo'lsa, pensiya pulingiz xavf ostida qolishi mumkin. Pensiyani qonuniy tarzda hech kim shunchaki olib qo'ymaydi. Lekin firibgarlar telefon orqali kartangizdagi pulni yechib olishi, nomingizga qarz rasmiylashtirishi yoki sizni katta muammoga qo'yishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman. Bugun videodan keyin o'zingizning telefoningizni tekshiring. Ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, qarindoshlaringiz telefonini ham birga ko'rib chiqing. Bir necha daqiqalik tekshiruv bir oylik pensiyani, ba'zan esa bir necha million so'mni saqlab qoladi. Kommentariyada yozing. Sizga ham shunday shubhali qo'ng'iroq yoki SMS kelganmi? Qanday yo'l tutgansiz? Videoni yaqinlaringizga yuboring, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Men esa sizni ogohlantirishda, tushuntirishda va huquqingizni himoya qilishga yordam beradigan ma'lumotlarni berishda davom etaman.